bunday chaqqan ekanlar, ey. Oo. Senga pul kerakmidi, Lat? Pul senga kerakmidi? Pul senga To'xta, qayta o'tib olaman. Vah, vah, ovozingdan, vah, vah, vah. Vah, vah, kimlarga yoqmaydi-ya? Pul kerakmidi senga? Yo. Ha? Ovozini qara. Oh. Mana. Usta bu o'ringa yoqadi. Vah. Bizga pisib bizga. O'rin charchamadingizmi usta? Bo'ldi. Pul kerakmidi so'rab senga? Ha, ishladimku. Ovozini qarang. Vah. Shunchami menga? Mana senga. Ushlab tur. Ha. Agaga bilan. Quaq, shuncha pul. Mana senga. Buni qolganini uyda xotin sanab oladi. Senga nimaga pul kerak edi? Menga uyga? Bu ko'plik qilasan, nima? Ushlaysan. Senga nimaga kerak edi pul? Nos olaman dedim. Mana nos bor menda. Usta, nos beraman. Yetadi. Ko'p pul bo'lmaydi. Nos senga. Buni ber. Buni chak ur nos. Yetadi. O'rimda yoqadi. Vah, ovozingdan, vah, kimlarga yoqmaydi-ya? Pul kerakmidi senga? Yo. Ha? Ovozini qara. Oh. Mana. Usta bu o'rimda yoqadi. Vah. Bizga pisib. Oga 8-fevral Mirzacho'l Gagarin ustalari kelgan usta bolalar. Xush kelibsizlar. Somsalar yoqdimi? Yaxshi o'tirlaringizmi? Hammani bosim bog'da kutib qolamiz. Sizlarni bosim bog'da kutib qolamiz. Mana bugun bosim bog'iga Samarqand, Pastorg'an, Chimboyoboddan 85-yilaklarimiz kelgan sinfdoshlar. Qolgan 85lar qachon yig'lasizlar, bir keyinsizlar. Qolgan qoldiqlar ham kelsin, ko'rpa to'shakda yotmay. Mehmon qo'ramiz. Ha, xotin qillar deng. Mayli, rahmat, zo'r mehmon bo'lyapmiz. Hammasi joyida, addushi. Birovlar nima deydi, boyagi negativ bildiribdi, unday emas ekan. Zo'r ekan. Xudoga shukr. O'zida yo'q narsalar yetkazib kelyapti bir joylarga. Alisher akamiz avvalambor ham boshqa hamma narsa uchun emas, Alisher akani ko'rish uchun keldik biz. Rahmat. Mana shu inson bilan ko'rishib, bir davrada o'tirganimiz uchun xursandmiz. Hammangiz kengizlar, shu inson bilan o'tiringizlar. Aman qolamiz, kelaverasizlar. Har daqiqada chaqirsak shu odam kelyapti. Xursand bo'lishni istaysizmi? Har orqangizdan gapirganga quloq solmang. Har so'z berganni so'zda turadi deb o'ylamang. Ehtiyot bo'lamiz va kalimani qaytarish. Shofir hammasi yaxshi bo'ladimi? Eson-omon uyimizga yetib olamiz. Albatta, qo'rqmanglar. Hammasi meni nazoratim ostida. Alloh rozi bo'lsin. Ana bitta narsasini tushib qoldilar. Men qaradi, bitta sherga o'xshaganlar tufayli olma otganga, sim karotda yotganga. Xafa bo'lmasin akasi, bir quchoqlab yotganga.
Senda yo'qmi? Bor. Aha. Bir afandi osh qilibdi. Aha. Pishagini kesib go'sht qilibdi. Aha. Xotini edibdi, jimgina yedibdi. Bir usta ertalab uyqudan tursa, qorni og'riyapti degan. Xotiniga aytibdi, qorni og'riq dorimni ber debdi. Xotini adashib kayfiyat ko'taradigan dori berib yubordi. Usta ishga ketibdi. Ish davomida birozdan keyin xotini telefon qilayotganimiz, dadasi, men sizga adashib kayfiyat ko'taradigan dori berib yubordim. Qandaysiz? Desa, ozroqgina berkitib qo'ydim, lekin xursand bo'lib ishlayapman debdi. Keyinchi. Men kuldim-ku. Usta hammaga aytish kerakmi endi kecha qilgan ishimni? Biz pul orttirmaymiz. Biz do'stlar orttiramiz. Ehtiyot bo'lamiz va kalimani qaytarish. Shofir hammasi yaxshi bo'ladimi? Eson-omonimizga yetib olamiz. Albatta, qo'rqmanglar. Hammasi meni nazoratim ostida. Allah razı olsun.